O'zbekiston prezidenti qayd etganidek, zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Mahallani joylarda muammolarni chinakam hal qiladigan institutga aylantirishimiz zarur. Yana tajriba orttiramiz, yana o'zgartiramiz. Hayot bizni shunga majbur qilyapti. Hozirgi tahlikalarga yechim topamiz desak, bizning yagona yo'limiz mahalla, mahalla va yana bir marta mahalla. Mahalla tizimi obro'yini qancha ko'tarsak, odamlar ishonadi. Odamlar bizdan rozi bo'ladi. O'zbekiston prezidentining mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo'g'in sifatida ishlashni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni dunyodagi eng noyob institut, jamiyatdagi katta bir tuzilma mahalla institutining nufuzi va mavqeini yanada oshirishga xizmat qilyapti. Aslida xonadonimizdagi, yashab turgan ko'chamiz, mahallamizdagi tinchlik, xotirjamlik, kayfiyat va hamjihatlik baxtimiz to'kisligi, qadamlarimiz dadilligidir. Tinch va osoyishta obod xonadon, obod mahalla bu bir-biriga chambarchas bog'liq ikki qo'rg'on ekanligini har birimiz har lahzada his etib turamiz. Bahor kelib, tabiat uyg'ona boshlagach, shahar va qishloqlarda katta-yu kichik hamjihatlik bilan tevarak atrofni tartibga keltirish, daraxt, gul ko'chatlari ekish, ariq zavurlarni tozalash kabi obodonlashtirish ishlariga yeng shimarib kirishadi. Aholi manzillari yanada fayzli tus oladi. Zero obodlik bor joyda xayr va baraka va fayz bo'ladi. Bu qadri abad an'anamiz. Shu kunlarda Farg'ona viloyati bo'ylab ana shunday ko'klam yumushlari qizg'in tus olgan. Aslida ham shunday bo'lish kerak. Boqiy qadriyatlarimizning kuchini aslida obodlikka intilishimiz yana bir karra namoyon etadi. Bunga mos ravishda respublika bo'ylab obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla ko'rik-tanlovi o'tkazilyapti. Farg'ona shahridagi Ahmad Farg'oniy nomidagi axborot kutubxona markazida o'tkazilgan tanlovning viloyat bosqichida, tuman va shahar bosqichlarida ustunlikni qo'lga kiritgan mahallalar ishtirok etib, salohiyatlari va imkoniyatlarni yana bir karra sinovdan o'tkazdilar. Farg'ona viloyatidagi 1062 ta mahallaning barchasi juda ham katta guruhda ushbu ko'rik-tanlov o'tkazildi. Birinchi bosqichda shu xonadonlarda o'zini nafaqat tozaligi, nafaqat shu ma'naviy hayoti, jamiyatda tutgan o'rni-yu bolalarga berayotgan farzandlariga tarbiyasigacha, qishloq hayotida yoki mahalla hayotidagi o'rni ham o'sha inobatga olindi. Tanlovning viloyat bosqichi avvalida so'zga chiqqan mutasaddilar qayd etganidek, bugungi jarayonlar islohotlarning negizida mahalla yettiligi faoliyati muhim o'rin tutishini, jamiyatimizdagi ijtimoiy ma'naviy muhit, iqtisodiy taraqqiyot, kambag'allikni qisqartirish, farovonlikni tarkib toptirish yo'lidagi sa'y-harakatlar aynan mahallamizdagi sog'lom va barqaror muhitga bog'liq ekanligini alohida e'tirof etdilar. Viloyatimizdagi barcha mahallalar ushbu tanlovga puxta hozirlik ko'rdilar. Namoyish etilgan ko'rgazmalar, tayyorlangan albomlar, hujjatlar jamlanmasi, tanlovning barcha shartlari bo'yicha tayyorgarlik mezonlari, birortasi tashkiliy qo'mita, aytish joiz bo'lsa, tanlov hay'ati diqqat e'tiboridan chetda qolmadi. Agar xonadon obod bo'lmasa, ko'cha obod bo'lmaydi. Ko'cha obod bo'lmasa, mahalla obod bo'lmaydi. O'sha uchun bizning maqsadimiz har oyda kamida 2 nafar ehtiyojmand fuqarolarni xonadonini ta'minlash, ishsizlikdan xoli hududga aylantirish. Ko'rik-tanlov natijalariga ko'ra Oltiariq tumani Azimobod mahalla fuqarolar yig'ini Obod mahalla, Uchko'prik tumani Yakkamulla mahalla fuqarolar yig'ini Obod ko'cha nominatsiyasida g'olib deb topilgan bo'lsalar, Obod xonadon yo'nalishida g'oliblik nashidasi Bag'dod tumanidagi Samandarak mahalla fuqarolar yig'iniga nasib etdi. Ko'rik-tanlovning viloyat bosqichi g'olibligi bu respublika miqyosidagi mas'uliyatli jarayonda viloyatimiz mahallalarining ko'zgusi bo'la olishdik ulkan vazifa albatta. Binobarin ushbu ko'rik-tanlov faqat bahslashish, sog'lom raqobat emas, bu avvalo o'zaro tajriba maktabi. Bu imkoniyatlarni chamalash, salohiyatni yuksaltirish, mahalla nufuzini oshirishdagi katta bir qadamdir. Viloyat bosqichi g'oliblari endi respublika bosqichida viloyatimiz sha'nini himoya qiladilar.